Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz artistmi? Ha, bitta rasm chizsam bo'lamizmi mana? Men ashaddiy muxlisingizman-da. Ke qizim. Ana. Rasm chizing. Bu qizimizmi? Ha, bu qizim. Ma'lum sizkimi? Ha, bizniki. Aytdim, artistlarda pul ko'p, lekin meni bog'im uni taniysizmi? Buka degan bachchani. U ham artistlarning birisi mapkimi degan. Buka. Yo'q. Bitta rasm chizib bo'lamizmi istalka? Mana. Qara qizim. Endi ana bitta girpashni o'diyaga talab bersangiz bo'ladimi? Mana o'diyagada imkoni bo'lsa agar. Mana. Nima deyish kerak? 95 bachalari siyla deb bering. Sen nima degan u? Ana zo'r qaytmas deganda imkoni bo'lsa. Ha, 95 Bachalar deyisharmi? Ha, 95 bachalar jeltiringlar deng, olmasa 95 bachalar jeltiringlar deng. O'z bizni tilimizda gapiring. O'zimiz tilimizda. Hamma joyda bir xil, biz tug'morda ham, qilbirda ham, cho'lloqda ham jeltiringlar dedi. Mana Boshqa ayting nima deyish kerak? 95 bachalar jeltiringlar deng. Ya kilgili gap emas-ku, opa. Yo'q, men gapira olmayman-da. Unaqa o'zimman. Olmasam Chorbo siz zo'r deng, Chorbo zo'r deng. Chorbo muxlisingizda qo'shiqlaringizni eshitadi. Bu yonaman degan qo'shiq. Yo'q, men ashlanmas u. Siz ashulamasizmi? Yo'q, men ashlanmas u. Siz Nilufar Usmonovami? Yo'q, ey. Nilufar Usmonov hamma taniydi-yu. Qizim ketish. Yo'q, siz Nilufar Usmonov-ku, men shuning uchun uyda olib jab rasm chizibman men, siz mana. Yo'q, Nilufar Usmonov emasman. Navro'zaman. Artistga chiqaman. Navro'za? Da. Navro'z ana bahorda bo'ladigan bayram Navro'zmi? Ha, ha. Siz Navro'z bayrammi? Navro'z bayram kuni tug'ilganman, shunga shunaqa ism qo'ydim. Ha. Olmasam aytmaysiz. Men qirib to'taman rasm o'chirib bering. Siz mana bekor rasm chizibman. Siz artist, taniqli artist emassiz-ku, to'g'rimi? Xo'p, mayli tushmang unda. Ya nimaga bo'lmasa vaqtni oldingiz-da, ajramasam. Siz meni vaqtimni olasiz.